Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Uzchilangar jamoasining navbatdagi kuni. Navbatdagi buyurtmamiz asosida kacholarimiz yasab taqdim qilinmoqda. Bugungi yasalgan kacholarimiz Surxondaryo viloyati Termiz shahridan kelib tushgan buyurtmalar asosida quyidagi ko'rinishdagi ikki xil gazovый kacholimiz haqida to'liq ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Kacholarimizga ishlatilgan mahsulotlar, kacholning kilovati, qanday mahsulotlardan yasalganmiz va bugungi kunda narx haqida video davomida to'liq ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Videomiz boshida demak, hamkorlarimiz haqida ma'lumot berib o'taylik. Bugungi kunda ishlatayotgan masalalarimiz aynan elektrodlar masalasida va bolgarka toshlar masalasida bu Akrovel kompaniyasining elektrodlaridan foydalanamiz. Quyidagi ko'rishdagi kachollarimizning hammasi mana 1 yildan beri Akrovel kompaniyasi ishlab chiqarilgan elektrodlar asosida yasab taqdim qilinmoqda va shu bilan bir qatorda bolgarka toshlarimiz Hagen bolgarka toshlaridan foydalanamiz. Bu to'g'ridan to'g'ri reklama deb aytsak bo'ladi. Sababi biz bundan manfaatdor emasmiz. Balki bugungi kunda to'g'ridan to'g'ri hamkorlik qilayotgan hamkorlarimiz, ya'ni aynan mana shu mahsulotlarni yetkazib berayotgan akalarimiz bilan to'g'ridan to'g'ri ishlayapmiz va sizga ham istasangiz tavsiya qilamiz. Mahsulotlar sifatli, ishlatib ko'ring. Mana Uzchilangar jamoasi bilan 1 yildan beri aynan mana shu mahsulotlar asosida quyidagi kacholarimizni sizga yasab taqdim qilish imkoniga ega bo'lamiz. Xo'p, endi navbat kacholarimiz haqida to'liq ma'lumot beradigan bo'lsak, kacholarimiz 3 mm qalinlikdagi горячий listadan yasab taqdim qilingan. Har ikkala holatda ham bir xil mahsulotlar ishlatilgan, faqat kacholarimizning quvvati bir-biridan farq beradi. Demak, birinchi holatda kacholimiz 15 kW quvvatga ega, ikkinchi holatda kacholimiz 20 kW quvvatga ega holatda yasab taqdim qilindi. Bu o'lchash me'yorlari aytiladigan quyidagi texnik parametrlar jahon standartlariga mos keladigan standartlar asosida hisob-kitob qilib sizga ma'lumot berilmoqda. Hop, 3 mm qalinlikdagi listadan foydalanganmiz. Ichkarida teplobmenniklari trubchasi 25 mm diametridagi trubalar, devorlar qalinligi 2,8 mm ni tashkil qiladi. Tashqi va ichki korublari 3 mm qalinlikdagi горячий listadan yasalgan. Xo'sh, kacholarimizni ko'rib turganimizdek bo'yida farqi bor. Teplobmenniklar sonida kichkina kacholimizda 15 kWlik kacholimizda demak 32 dona teplobmennikdan foydalanganmiz. Katta kacholimizda 46 ta teplobmennikdan foydalanganmiz. Hurmatli kuzatuvchilar, biz berib o'tayotgan ma'lumotlar yana bir bor eslataman, jahon standartlari asosida o'lchanadigan me'yorlar asosida aytib o'tyapmiz. O'zbekiston sharoitida bu kacholarimiz bir qancha kuchliroq holat bo'yicha, ya'ni kilovatini kattaroq hududlarni qizdirish quvvati bo'yicha yasab taqdim qilinadi. O'lchamlar bilan tanishib o'tamiz. Xo'p, katta kacholimizdan boshlaydigan bo'lsak, har ikkala holatda ham 89 diametrdagi mo'rlardan foydalanganmiz, ya'ni trubalardan foydalanganmiz, mo'ri sifat. Demak, kacholarimizni eniga va bo'yi o'lchamlari 30 cm ga 30 cm holat bo'yicha yasab taqdim qilinadi. Har ikkala holatda ham 30 cm ga 30 cm kenglikka ega. Kacholarimizni balandligi katta kacholimizda suv olayotgan qismi 80 cm tashkil qiladi. Umumiy balandligi 90 cm ni tashkil qiladi. Hop, kichik kacholimizda suv olayotgan qismi 60 cm tashkil qiladi. Umumiy balandligi 70 cm ni tashkil qiladi. Bu o'rinda aytib o'tish kerak, ko'rib turganimizdek kacholarimiz ikki xil asosda yasalgan. Birinchi holatda kacholimiz to'liq buklangan holatda 4 ta qirrasida choksiz holatda yasab taqdim qilingan. Ikkinchi holatda ko'rib turibmiz, kacholarimiz odatiy uslubda qirralarida sho'p tushgan, ya'ni kvadratniy uslubda yasab taqdim qilingan. Hurmatli kuzatuvchilar, ushbu kacholarimiz bosim ostida ham ishlashga mo'ljallangan. Shu bois mana ko'rib turganimizdek oralarida 16 mm diametrdagi armaturalardan zaklopka o'rnida foydalanganmiz. Ikkala kacholimiz ham avtomat горелкаga mo'ljallangan. Shu bois eshiklari katta-katta yasalgan. Quyidagi ko'rinishda doimiy uslubda yasalgan eshiklarimiz yuqoriga ochiladi va yopiladi. Ayni ikkala holatda ham bir xil holat bo'yicha yasab taqdim qilingan. Endi navbat kacholarimizni xarakteristikasiga to'xtaladigan bo'lsak, to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Aytib o'tgandek, jahon standartlari asosida beriladigan ma'lumotlarimiz hisob-kitobga olingan. Xo'p, birinchi holatda katta kacholimiz haqida ma'lumot berayotgan bo'lsak, ichida 46 ta teplobmennik bor. Xo'sh, trubalarimizni o'zini hosil qilayotgan yuzasi 0.9 metr kvadratni hosil qiladi. Korb esa ichki korbimiz, bu o'sha trubalarimiz terilgan ichki korbimiz 0.7 metr kvadratni hosil qiladi. Jami bo'lib 1.6 metr kvadrat yuza hosil qilgan. Ya'ni kacholimizni mana shu alanga tip kachol uchun tarkib etgan yuzi haqida gap ketyapti. Mana sirtqi korb bu. Ichkarida yana bitta xuddi shunday 25 ga 25 o'lchamda korb yasalgan. O'sha korblarimizga
turbalar to'qilgan, ya'ni qurolchida turba 4-3-4-3 sxemasi asosida qurolchi donani tashkil qiluvchi 25 diametrdagi turbalarimizdan to'qib kotollarimizni ichki yuzasini hosil qilganmiz. Aynan shu holat bo'yicha qurolchida teplobmenik jami issiqlik qabul qiluvchi yuzamiz 1.6 metr kvadratni hosil qiladi. Endi buni jahon standartlari asosida berayotgan quvvatini kilovatga o'girgan holatda sizga ma'lumot berayotgan bo'lsak, aynan mana shu kotolimiz hop 20 kilovat quvvatni beradi. Qo'yish mumkin bo'lgan joyimiz jahon standartlari asosida eng kam joy 130 kilovatdan 20 kilovatgacha bo'lgan quvvat, ya'ni 1 kilovatimiz metr kvadrat asosida ma'lumot berayotgan bo'lsak, 1 metr kvadratimizni tushunasiz. 1 metr kvadrat, ana shu 1 metr kvadrat emas, 10 ga 10 masofani qizdiruvchi quvvat bu 1 kilovat yuzani beradi. Ya'ni 100 kvadrat metr joyni qidiruvchi kotolimiz 10 kilovat quvvatga ega bo'ladi. Kotollarimiz quvvati yoki bo'lmasa kotollarni tavsiya qilishimizdan oldin xonadonda qancha metr kvadrat joy borligi haqida ma'lumot so'raymiz yoki bo'lmasa ikkinchi o'lcham asosi bor, bu suv sig'imi asosida o'lchab aytiladi. Agar xonadonda o'rtacha radiatorlardan foydalangan bo'lsa, ya'ni davlat standartlari asosida o'lchaydigan bo'lsak, qancha pol isiydigan xonalarni pol yuzasi qanchaligini so'raymiz. Masalan, bizning holatimizda 200 metr kvadrat bo'lsa, aynan mana shu kotolimiz to'g'ri keladi. Ya'niki bu kotolimiz jahon standartlari asosida 20 kilovatga ega. O'zbekiston sharoitida 25-30 kilovat quvvatni berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Suv sig'imi bo'yicha aytadigan bo'lsak, har 12 litrimizni qizdirish uchun 1 kilovat quvvat talab qilinadi. Ya'ni agar sistemangizda 120 litr suv bo'ladigan bo'lsa, bu 10 kilovatga kotol qo'yish degani hisob bo'yicha amaliyotda qo'llaniladi. Hurmatli kuzatuvchilar, keyingi kotolimiz haqida ma'lumot berayotgan bo'lsak, kichkina kotolimizda turbalarimiz soni 32 dan tashkil etiladi. Jami hosil qilingan yuza 0.6, ya'ni yarim metr kvadrat joydan ko'proq yuza hosil qilingan. Ko'rib hosil qilgan yuza ro'parasi yarim kvadrat hosil qiladi. Jami 1.2 metr kvadrat yuza hosil qiladigan deb hisoblaylik. Bu kilovat hisobida 15 kilovat quvvat beradi. Minimum holatlarda teplobmeniklari aytaylik biznikidek emas, boshqacharoq, issiqlik oson qochadigan holatda yasalgan kotollarimizda quvvat pastroq bo'ladi. U holatda kilovat past bo'ladi. Ya'ni eng kam holat bo'yicha 1 metr kvadrat yuza hosil qiladigan kotollar haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, o'rtacha 8 kilovatdan 12 kilovatgacha demak energiya ushlab qolish imkoniyatiga ega bo'ladi kotollarimiz. Yaxshi holatda terilgan zichroq, ya'ni issiqlik chiqib ketishini sekinlashtiradigan holatda terilgan kotollarimizda maksimum hisob bo'yicha olsak bo'ladi 12 kilovat 1 metr kvadratga. Oddiyroq, soddaroq uslubda yasalgan kotollarimizda 8 kilovat hisob bo'yicha olsak bo'ladi 1 metr kvadratga. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, ushbu kotollarimiz bugungi kunda narxi, demak, kichkina kotolimiz 15 kilovat quvvatga ega. Ayni holatda O'zbekiston sharoitida 20 kilovat holati bo'yicha taqdim qilsak bo'ladi. Ya'ni 200 metr kvadrat joyni qizdirish quvvatiga ega holatda taqdim qilsak bo'ladi. Bugungi kunda narxi 2,5 million so'mga yasab baholanmoqda. Katta kotolimiz pasportning danasi bo'yicha 20 kilovat quvvatga ega. O'zbekiston sharoitida 250 metr kvadrat joyni qizdirish quvvatiga ega holatda yasab taqdim qilamiz. Bugungi kunda bu kotolimiz narxi 4 million so'mga yasab taqdim qilinmoqda. O'zchilangar jamoasi bilan har xil ko'rinishdagi, har xil quvvatdagi kotollarni buyurtma asosida yasab berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Jumladan quyidagi ko'rinishdagi ko'mirda sutka yonuvchi aqlli kotollarimiz, mana shu orqada turgan, fonda turgan kotollarimizni ham sizga taqdim qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Kichik kotollarimizni O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatini ham o'z zimmamizga olganmiz. Hurmatli kuzatuvchilar, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.